Bundan 30 yil muqaddam insoniyat egzosayyoralar haqida hech narsa bilmas edi. Sayyoralar faqat Quyosh atrofida bor deb hisoblanib kelinar edi. O'tgan asrning 90-yillarining o'rtalarida koinotda ilk egzosayyoralar aniqlanganidan so'ng boshqa yulduzlar sistemasini o'rganish uchun bir nechta fazoviy teleskoplar yasashga kirishildi. Boshqa yulduzlar atrofida sayyoralarni izlash maqsadi yo'lida koinotga uchirilgan teleskoplar ichida eng sermahsuli NASAning mashhur Kepler teleskopi bo'ldi. Ushbu videomiz orqali sizlar bilan Kepler teleskopi va uning ilmiy yutuqlari haqida suhbat yuritamiz. Kepler teleskopi ustida NASA muhandislari salkam chorak asr mehnat qilishgan. Teleskop o'rta asrlarda yashab o'tgan sayyoralarning harakat qonunlari asoschisi hisoblangan nemis matematiki va astronomi Yogan Kepler sharafiga nomlangan. Kepler teleskopi o'zigacha bo'lgan teleskoplar ichida eng kuchli va o'ta sezgir fotometr bilan jihozlangan. Bu esa bir vaqtning o'zida 100 minglab yulduzlarni ko'rish imkonini berardi. Teleskop diametri 2,7 metr, uzunligi 4,7 metr, og'irligi esa 1057 kilogramni tashkil qilgan. Teleskop yoqilg'i manbai sifatida 2860 detaldan iborat umumiy hajmi 10,2 metrli quyosh batareyalari bilan ta'minlangan. Qurilmaning elektron xotirasi 16 gigabaytga teng. Teleskopning eng asosiy qurilmasi hisoblangan uning fotometrlari 95 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Kepler teleskopining tayyorlanish va foydalanishga topshirish ishlari NASAning reaktiv harakatlar laboratoriyasi tomonidan amalga oshirilgan. Keplerning parvoz tizimlarini ishlab chiqishi va uni ochiq koinotga olib chiqishga Bell Aerospace kompaniyasi mas'ul bo'lgan. Teleskop koinotga chiqarilganidan so'ng missiyani boshqarish va teleskopdan olingan ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish Ames tadqiqot markaziga yuklangan. Dasturning umumiy qiymati 467 million AQSh dollariga baholandi. Teleskop 2009-yilning 7-mart sanasida AQShning Miss Canaveral kosmodromidan Delta 2 nomli eltuvchi raketasi orqali ochiq fazoga olib chiqildi. Oradan 2 oy o'tib Kepler o'zining ilmiy kuzatishlariga kirishdi. Teleskop Yer orbitasiga hamohang tarzda Quyosh atrofida harakatlandi. Quyosh atrofini har 372 kunda bir aylanib chiqdi. Kepler fotometri yo'naltirilgan koinotning kichik bir nuqtasida biz oddiy ko'z bilan bitta, nar borsa bir nechta yulduzlarni ko'ra oladigan qismida tariqdek sochilib ketgan ming-minglab yulduzlarni ko'ra oldi. Birgina teleskop tomonidan olingan ilk fotosuratda 4,5 milliondan oshiq yulduz jam bo'lgan. Ammo teleskopning asosiy vazifasi yulduzlarni emas, ularning atrofida harakatlanayotgan egzosayyoralarni topishdan iborat edi. Teleskop o'z faoliyatining dastlabki 7 haftasi ichida 5 ta egzosayyorani topishga muvaffaq bo'ldi. Bu borada teleskop egzosayyoralarni aniqlashda tranzit usulidan foydalandi. Kepler uchirilganidan so'ng 2 yil o'tibgina hayot muhitida joylashgan ilk egzosayyorani Kepler 22b sayyorasini topishga erishdi. Kepler teleskopi egzosayyoralarni izlash borasidagi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi bilan bir qatorda u bilan bir necha bor texnik muammolar paydo bo'ldi. Jumladan 2012-yilning 16-iyulida gidrostabilizatsiya qiluvchi 4 platformali dvigatellardan birida buzilish ro'y berdi. 2013-yilning may oyida ularning yana biri ishdan chiqdi. Teleskop o'z muvozanatini saqlay olmay qoldi hamda uyqu rejimida ishlashiga to'g'ri keldi. Hatto teleskopdan umuman ayrilib qolish xavfi ham tug'ildi.
Bir muddat teleskop faoliyatida to'xtalish bo'lib turdi. Hubble teleskopi koinotda bir necha bor ta'mirlangani haqida ma'lumot bergan edik. Ammo Kepler Hubble'ga nisbatan ancha olisda bo'lganligi uchun uni ta'mirlash ancha mushkul edi. Shunday bo'lsa-da, NASA muhandislari teleskopni qayta ishga tushirishni yo'lini topishdi. Muhandislar teleskopni qayta dasturlash va quyosh bosimi yordamida qayta ishga tushirishdi. Shundan keyin ham Kepler teleskopi 4 yildan oshiq vaqt davomida faoliyat olib bordi. 2014-yilning 30-may sanasida teleskop rasman qayta ishga tushirildi. Missiyaning tuzatishdan keyingi davri K2 nomi bilan tarixga kirdi. Kepler teleskopi o'zining 10 yilga yaqin vaqt mobaynida olib borgan faoliyati davomida 530 mingdan ortiq yulduzlarni kuzatdi. Hamda ularning atrofida 2662 ta egzosayyorani topishga muyassar bo'ldi. Bu ko'rsatkich esa Kepler o'z faoliyatini tugatgan vaqtdagi fanga ma'lum bo'lgan egzosayyoralarning 70% ni tashkil qilardi. Kepler bizga noma'lum sayyoralar dunyosini ochib berdi. Jumladan osmonida 4 ta quyoshi mavjud bo'lgan Planet Hunteres kabi sayyoralarni, bir yulduz atrofida 2 ta, 3 talab hayot muhitida joylashgan sayyoralarni, yulduzlar hayotining so'nggi qismida atrofida harakatlanuvchi sayyoralarni qay ko'yiga solishini kuzata oldi. Kepler teleskopi quyosh batareyalari bilan bir qatorda 12 kilogrammga yaqin gidrogen yoqilg'isi bilan ham ta'minlangan edi. Ushbu yoqilg'i 2018-yilning kuziga borib tugab bitdi. Shu yilning 30-oktyabrida NASA yoqilg'isi tugaganligi sababli Kepler fazoviy teleskopining ilmiy faoliyati tugatilganligini e'lon qildi. Dastur o'z nihoyasiga yetganidan so'ng NASA rahbarlari teleskopni Yerdan uzoqroq va xavfsizroq joyga eltishga qaror qilishdi. Ayni paytda Kepler teleskopi Yerdan 150 million kilometr olislikda ochiq koinot bo'ylab erkin parvoz qilmoqda. Kepler teleskopining yordami bilan bizning zaminimiz kabi o'zida hayotni mujassam eta olishi mumkin bo'lgan bir qancha sayyoralarni topishga muvaffaq bo'lindi. Ammo bu egzosayyoralar bizdan nihoyatda olisda joylashgan. Shu tufayli ham bu egzosayyoralarda haqiqatda hayot mavjudmi? Agar ularda hayot mavjud bo'lsa, hayot qanday ko'rinishda? Bu hozircha fanga mutlaqo noma'lum. Lekin bir kun kelib insoniyatning kelajak teleskoplari buni aniqlay olishning uddasidan chiqishi mumkin. Kepler teleskopi esa shu maqsad yo'lida yasalgan teleskoplarning devonchasi sifatida tarixga qoladi. Shuning bilan videomizga ham yakun yasaymiz. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.